Sharl Pero ertagi asosida. Mitti bola. Georg Friedrich Gendel musiqasi. Bor ekanda yo'q ekan. Bir daraxt kesuvchi bo'lgan ekan. Bilasizmi, bolalar, ilgari daraxt kesuvchi juda ham kerakli kasb bo'lgan. U paytlarda odamlar uylarini pechka yordamida isitib, unda ovqat tayyorlashgan. Pechka esa o'tinda yonardi. Daraxt kesuvchilar o'rmonga borib, daraxtlarni kesishgan va undan o'tin qilib odamlarga sotishgan. Ana shunday bir daraxt kesuvchining 7 ta o'g'li bor edi. To'ng'ich egizaklari 10 yosh, keyingi egizaklari 9 yosh, undan keyingilari 8 yosh va 7-si 7 yosh edi. U juda kichkina va kamgap bola edi. U tug'ilganida bo'yi barmoqdan katta bo'lmagani uchun unga mitti bola deb nom berishgandi. Garchi ota-onasi va akalari doim jim yurgani uchun uni tentak deb o'ylashsa ham, u juda aqlli edi. U suhbatdoshini tinglashni bilardi. Daraxt kesuvchi juda nochor yashardi va oilasi ko'pincha och-nahor qolardi. Bir kuni qurg'oqchilik boshlanib, butun hosil nobud bo'ldi. Hamma joyda ocharchilik avj oldi. Ana shunday kunlarning birida erkak xotiniga dedi: Nima qilsak ekan? O'g'illarimni jonimdan ortiq ko'raman. Ammo ularni och-nahor o'tirganlarini ko'rib, ezilib ketyapman. Bir narsani o'yladim. Ertaga ularni o'rmonga olib borib, adashtirib kelamiz. Yo'q, bu shafqatsizlik-ku axir, deb yig'ladi xotini. U hech qayerdan yegulik topa olmasliklarini bilardi. Lekin o'g'illarini behad yaxshi ko'rardi. O'rmonda omon qolish imkoni bor, dedi daraxt kesuvchi. u yerda o'rmon mevalari, qo'ziqorinlar bor. Uyda esa ular aniq hech nima topa olishmaydi. Och qolishadi. Ayol erining so'zlarini eshitib, yig'lab yubordi va noiloj rozi bo'ldi. Bu paytda mitti bola uxlamayotgandi. U ota-onasining hamma gapini eshitdi va shu zahotiyoq reja tuzdi. Bola hovliga chiqib, cho'ntaklarini mayda toshga to'ldirdi va yana qaytib kelib, joyiga yotdi. Ertalab daraxt kesuvchi o'g'illarini ergashtirib, o'rmonga yo'l oldi. U daraxtlarni kesayotganda o'g'illari olov yoqishga qulay bo'lgan ingichka novdalarni yig'ishdi. Ota asta-sekin o'g'illardan uzoqlasha boshladi va ko'p o'tmay butunlay ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'g'illarni o'rmonda qoldirib, yolg'iz uyga qaytdi. Bolalar otalarining yo'qligini ko'rib, qattiq qo'rqib ketdilar. Ammo mitti bola uyga yo'lni bilardi. Chunki kelayotganlarida cho'ntagidagi mayda toshlarni tashlab kelgandi. Ularning yordami bilan esa uyga qaytish mumkin edi. Ko'p kuttirmay u akalariga dedi: Yig'lamanglar. Ortimdan yuringlar. Uyga olib boradigan yo'lni bilaman. Ukalarining ortidan ergashib, bolalar uyga qaytdilar. Ular ichkariga kirishga qo'rqib, eshik yonidagi skameykaga o'tirdilar va ichkaridan kelayotgan ovozlarga quloq tutdilar. Ular uyda yo'qligida quvonchli voqea sodir bo'lganini hali bilmasdilar. Daraxt kesuvchidan bir paytlar qarz olgan bir odam nihoyat qarzini qaytargandi. Xursand bo'lgan er-xotin bu pulga katta bozorlik qilgandilar. Bir necha kunlardan buyon tuz totmagan er-xotin ovqatlanishga o'tirishganida ayol yana yig'lay boshladi. Suyukli o'g'illarim hozir shu yerda bo'lishganida edi. Ularga mazali ovqatlar qilib berardim. Bolalar uning gaplarini eshitishdi va Onajon, biz shu yerdamiz, deb baravariga baqirdilar. Uyga yugurib kirib, hammalari kechki ovqatga o'tirishdi. Baxtiyor oila yana xotirjam hayot kechira boshladi. Ammo ko'p o'tmay pul tugadi va daraxt kesuvchi yana qayg'uga cho'mdi. U xotiniga o'g'illarini yana o'rmonda adashtirib kelishini,
bu safar uzoqroqqa olib borishini aytdi. Mitti bola yana ota-onasining gapini eshitib qoldi. U yana hovlidan kichkina toshchalarni yig'ib olmoqchi edi, ammo eshik qulf bo'lgani uchun tashqariga chiqolmadi. Ertasiga ertalab yo'lga tushishlaridan oldin ayol nonushtaga bolalariga non berdi. Mitti bola o'zining nonini yemadi, balki sezdirmasdan cho'ntagiga yashirib qo'ydi. Bu safar u toshchalar o'rniga non urvoqlaridan foydalanishni o'ylagandi. Ular o'rmonning ichkarisiga kirishdi. Bolalar daraxt novdalarini terayotganlarida daraxt kesuvchi sezdirmasdan ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mitti bola hech nimadan xavotirlanmasdi. Chunki non urvoqlari yordamida uyga yo'lni topa olishiga ishonardi. Ammo ularni izlab yo'lga tushganida qushlar hamma non urvoqlarini yeb ketganlarini bildi. Bolalar umidsizlikka tushib o'rmonda uzoq yurdilar. Ko'p o'tmay kech kirdi va sovuq shamol esdi. Bolalar etiklarini ho'l qilishgandi. Kutilmaganda yomg'ir yog'ib ketdi. Mitti bola uyga olib boradigan yo'lni ko'rish uchun daraxtga chiqdi. Uzoqlardan yorug'likni ko'rdi. Mitti bola daraxtdan tushib, akalarini yorug'lik ko'ringan tomonga boshladi. Ko'p o'tmay ular o'rmon chetidagi uychaga kelib qoldilar. Uyning derazasidan ichkarida olov yonib turgani ko'rinardi. Bolalar eshikni taqillatishganda ichkaridan ayol kishining Kiringlar. degan ovozi eshitildi. Aka-ukalar ichkariga kirdilar va ularga peshvoz chiqqan ayolga Mitti bola dedi: Biz o'rmonda adashib qoldik. Shu yerda tunab qolishimizga ruxsat bering. Voy bechoralar. Kuyunib gapirdi ayol. Bu uy dahshatli devga tegishli ekanligini bilasizlarmi? Sovuq suyagigacha o'tib ketgan, ust boshi ho'l bolalar nima qilishni bilmay eshik oldida turib qoldilar. Biz nima qilaylik? So'radi Mitti bola. Agar o'rmonga qaytib ketsak, aniq bo'rilarga yem bo'lamiz. Balki dev bo'rilardan mehribonroqdir, a? Yaxshi, kiringlar. Javob berdi ayol. Olovda isinib olinglar. Bolalar endi ho'l kiyimlarini quritishgan ham ediki, eshik qattiq taqilladi. Bu uy egasi edi. Xotini tezda bolalarni karavot tagiga yashirib, eshikni ochdi. Dev ichkariga kirib, ovqatlanish uchun o'tirdi va birdan atrofni hidlay boshladi. Yosh bolalarning hidi kelyaptimi? Dedi dev. U karavot oldiga kelib, uning tagiga qaradi va bolalarni oyoqlaridan tortib, birma-bir chiqara boshladi. Ajoyib, ajoyib. Kulib yubordi dev. 7 ta kichkina bola. Do'stlarimni taklif qilgan ziyofat uchun ulardan mazali desert tayyorlayman. Qorinlarini yashlab to'yg'izda, uxlashga yotqiz. Dedi dev xotiniga. Ayol bolalarning qornini to'ydirib, qizlari uxlayotgan xonaga joy solib berdi. Qizlar katta karavotda uxlashar, har birining boshida oltin toj bor edi. Devning qizlari xunukkina edilar. Ko'zlari kichkina, qiyg'ir burun va og'zi katta. Xonada yana bitta katta karavot turardi. Ayol bolalarni shu karavotga joylashtirdi. Mitti bola qizlarning boshidagi tilla tojni ko'rib qoldi. U akalarining boshidan qalpoqlarni yechib, devning qizlariga kiydirdi. Ularning oltin tojlarini esa akalariga taqib qo'ydi va kuta boshladi. Dev uyg'onib, bolalar qochib ketmasliklari uchun ularni yerto'laga olib tushishga qaror qildi. U bolalar uxlayotgan karavotga borib, ularning boshini paypaslab ko'rdi. Boshlaridagi toj ekanini bilib, qo'rqib ketdi. Sal qolsa jajji qizlarimni, go'zal qizlarimni yerto'laga tashlardim-a. U ikkinchi karavot oldiga borib, qalpoqlarni paypaslab ko'rdi va dedi: Ha, bunisi bolalar.
Dev mamnun bo'lib tezda uxlab yotgan qizlarini sovuq yer to'laga olib tushdi-da, o'zi yana o'rniga cho'zildi. Mitti bola devning xurrak ota boshlaganini eshitgach, akalarini uyg'otdi. Bolalar tezda kiyimlarini kiyib, uydan qochib chiqdilar. Ertasiga ertalab dev mehmonlarga mazali ovqat tayyorlashga ulgurish uchun barvaqt uyg'ondi. Yer to'laga tushganida esa u yerda sovuqda muzlab qolgan, shamollagan va yig'lab o'tirgan qizlarini ko'rdi. Yaramas bolalar, hali bu ishlari uchun javob berishadi. deb baqirdi dev va oyoqlari bilan depsindi. Sandig'idan tez yurar etiklarini oldi-da, aka-ukalarning ortidan shoshildi. Ko'p o'tmay u bolalar yugurib ketayotgan yo'lni topdi. Bolalar o'z uylariga yaqinlashib qolganlarida ortlarida devning dahshatli ovozini eshitdilar. Dev tog'dan tog'ga sakrar, daryolar ustidan kichik ko'lmaklarni bosgandek o'tardi. Mitti bola sal naridagi qoyada g'or borligini ko'rdi va akalari bilan tezda o'sha yerga yashirindilar. Bir necha soniyadan so'ng dev paydo bo'ldi. U juda charchagandi, chunki tez yurar etiklar oyoqlarini shilib yuborgandi. Shuning uchun biroz dam olishga qaror qildi. U yerga cho'zildi-da, xurrak ota boshladi. Mitti bola dedi: Xavotir olmang, uyg'onib qolmasidan tezda uyga yuguringlar. Kechroq ko'rishamiz. Bolalar uylari tomonga chopib ketishdi. Mitti bola esa devning oyoqlaridan tez yurar etiklarini yechib, o'zi kiyib oldi. Albatta ular Mitti bolaga juda katta edi. Ammo bu etiklarning siri shunda ediki, ular kiygan odamning oyoqlari o'lchamiga qarab yo kattalashardi yoki kichkina bo'lardi. Bir soniya ichida etiklar kichrayib, Mitti bolaga loppa loyiq keldi. U etiklarda devning xotinining oldiga bordi va dedi: Devga qaroqchilar hujum qilishdi va ozod etish uchun to'lov talab qilishyapti. U mendan bu xabarni sizga yetkazishimni so'radi va uydagi hamma tillalarni yig'ib keltirishni buyurdi. Ayol uydagi hamma oltin va javohirlarni, qimmatbaho buyumlarni berib yubordi. Mitti bola bir qop pul bilan uyiga shoshildi. Uyqudan uyg'ongan dev qarasa, tez yurar etiklari yo'q. Ularsiz aka-ukalarni topolmasdi. Noiloj uyga qaytishga majbur bo'ldi. Mitti bolaning oilasi u bilan juda faxrlanishdi. Mening kenja o'g'lim Dedi onasi. o'zi kichkina bo'lsa ham juda aqlli bola. Axborot va pedagogika texnologiyalari innovatsion markazi ko'magida ovozlashtirilgan.